Sidney'de Chinatown'a keldik. Dünyanın en katta shaharlarida hamma joyda Chinatown'lar bor. Kirishi mana Chinatown'a. İçida marketlari, restoranlari, hamma narsa bor ichida. Kichkina Xitoy desak ham bo'ladi. Har birdan uzoq emas. 5 minutlik yurish masofasida marketlar bor. Bu yerda yashaydiganlar ko'pchilik bu yerga kelib ovqatlanishadi. Endi davom etamiz. Yo'lning naryoq tarafida ham shopping nima deydi? Shopping, ya'ni magazinlar, restoranlar bor. U yoqni ham o'tamiz. Bu kirishdagi boshlang'ichi. Mana bu qushni qarang. Va bu boshqacha umuman antiqa ekan. Men buni oldin hech ko'rmaganman bunaqangi tipdagi qushni. Kallasi ham qara, uzun, shundagi ko'chalarda yurishadi bemalol. Hech kim ularga xalaqit bermaydi, teginmaydi ham. Hayvonlarga teginish bu yerda mumkin emas. Zarar berish umuman mumkin emas. Shtraflar katta. Ko'cha ovqatlari bir hozir obed bo'lganligi uchun odam yo'q. Kechki vaqtga bu yerda joy qolmaydi, to'g'rimi? Bu ko'rib turgan restoranchiklar hammasi to'lgan va очередь kutib turishadi. Hozir food courtiga keldik. Bu yerlar food courtlar. Natsionalniy Xitoy ovqatlari, shirinliklari, ichimliklari, nima qidirsangiz hammasini topasiz. Mana o'yinchoqlar. Kichkina Xitoyda yurgan deymiz. Hali ko'pchilik ochmagan, kechki vaqtga ochishadi, hamma ish kelib. Ba'zi joylar hali remontda olishgan, remontda. Bu yerda mevalar sutib beradi, har xil mevalardan. Hamma joyda mana shunaqangi marketlar bo'lib, juda ham o'yinchoq yaxshi ko'rishadi. Juda ham ko'p o'yinchoq o'ynashadi. Katta, kichkina demasdan shu o'yinchoqlardan olishadi. Endi orqa ko'chasiga chiqdik. Bu yerdan kirib, o'sha asosiy binosiga yuramiz. U binoda ham restoranlar, magazinlar. Davom etamiz. Hozir Auburnga bordik. U yerda asosan musulmonlar yashaydigan joy, aralash mix. Mana bu yerda nimalar bor ekan, balki turli Dragon Australian LTD trip. Mana sayohatlar bu yerda nima qilsak bo'ladi? Aytdinglar. Hatta qoldim-man, Auburnda asosan arab, turk davlatlardan kelgan, Uyg'ur, juda ko'p Uyg'ur restoranda ovqatlandik. O'zimni xuddi arab dunyosida hissetdim. Mana bu yerda dengiz mahsulotlari bor. Dengiz, keyin bu yerdagi ularni yeydigan Chinese seafood delicacy. Xitoylari dengiz mahsulotlari, delikateslari. Abalone. Bu yerdan olishadi, lekin biz o'rganmaganmiz, bu narsalar yeya olmaymiz. Bular uchun juda ham mazali narsalar, lekin biz uchun bemaza desam bo'ladi, yeya olmaymiz, chunki o'rganmaganmiz. Juda qimmat ekan. Ko'chalarda yurimiz, davom etamiz. Mana Xitoy banki, Bank of China yozib qo'ygan, kattakon bank. Bu yerda hammasi Xitoylarga tegishli bo'lgan hamma narsa, magazindan boshlab yeyish, ichish, hatto change ofislari bor. Hamma narsa shu yerda. Narxlari bunday olib qaraganda aslida qimmat deb ayta olmayman. Normal narxlari, mana Market City'ning ichiga ham kiramiz. Bu yeri ham juda katta.
yo'l bu yerda teskari harakatlanadi, o'shaning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tramvay kelyapti, tramvayda hozir kutib turamiz. Qaniydi bizga mana shu tramvaylardan qo'yilsa, afsus bor tramvaylarimiz ham olib tashlandi. Tramvay setki nima deydi, nostalgik. Har shaharga borganimizda tramvaylarni ko'ramiz, tramvaylarga minamiz, lekin o'zimizda qolmadi na tramvay, na trolleybus. Конечно, жалко. Marketga to'g'ri kelyapmiz. Avstraliyaning Sidney shaharida markazida Chinatown'damiz hozir. Ya'ni kichkina Little China, kichkina Xitoy. Bu yerda xitoyliklarga tegishli bo'lgan hamma narsani topsa bo'ladi. Asosan bu yerda ko'pchilik keladigan, yashayotganlar xitoyliklar, o'zini millati ko'p keladi, chunki o'zini millatiga tegishli bo'lgan ovqat, kiyim-kechak nima xohlasa hamma narsani topadi. Mana market ichiga kirdik. Ana endi boshlandi bu yoqda restoranlar, telefoniya, mana nima xohlasangiz topib olsa bo'ladi. Bir necha etajli, juda ham katta. Ana bozorlari ham. Xitoy sog'inganlar kelaveradi shu yerga. Xitoy bozorlari shu yerda hamma narsasi. Suvenirlar, podarkalar. Ben bezab qo'yishgan bu yerda. Bu kiyimlar hammasi Xitoydan keladi. Arzon, boshqa joylarga nisbatan ancha arzon. Shapka. Shu shapkalardan olamiz degandik. Mana bu shapkalardan $70 ekan, kanadskiy. Yo'q, kanadskiy emas. Bular avstraliyskiy, uzr. Narxlari aralashtirib tashladim. Ochkim bor, hozir ochkimni yechib turishim kerak. Qani oynadan ko'ramiz. Oynadan bitta yo'q. Kovboy shapkasi. Olamiz degandik, bular kanguru terisidanmi yoki ko'pchilik bu yerda kanguru terisini ishlatadi. Original ko'jalar. Bitta olishimiz kerak shundan. Hadiyalik uyga. Panama $20 deb. Ha endi bu yerda Turk magazini ham bor, esingda bo'lsa. Aylanib yurganda ko'rganimizda Turk kishi ham chiqqan, uni ham katta magazini bor edi. Bu yerda nima ekan? Bu taraf 3 etajli. Mana 3 katli bu bino, tepalar marketda, restoranlar, bu yer mana bozori. Meva bozor, meva sabzavot bozori, kiyim-kechak, nima qidirsangiz suvenirlar mana shu yerdan topasiz. Har doim arzon narxdagi suvenirlar qayerda bo'ladi, o'zi xitoyliklar bo'lgan joyda bo'ladi. Bu bozorlarda bu yerda o'sha narxlar boshqacha. Bu yerda arzonroq narxlari. Bu yerda $23 ekan jinjir. Borgan joyimizda $30 da. Mevalari bu yerda arzon, hamma narsasi. Bu yerga nisbatan arzon. Bular $5 da qani bu yerda nech pul ekan? Bu yerda $5 ekan mangosi. Mevalar chiroyligini qarang. Cherilar mana bu, ularning kattaligini, sweet cherry, orta katta. Narxi $50 ekan. Faqat mana bu korobkasi, bir korobkasi $50 ekan. Yuramiz, aylanib, davom etamiz aylanishni. Hozircha paka. Ikkinchi qavatiga chiqdik, ketganimizdek restoranlar, kiyim-kechak bu yerda. Ya'ni bilganimiz targoy sentrlardan. Oyoq kiyimni oyoq kiyim, kiyim-kechakdan kiyim-kechak, ovqat desa ovqatlanish, hamma narsa bor. Davom etamiz aylanishga davom. Yani Avstraliya
Avstraliyada Avstraliyalik ko'rmaysiz. O'zini yerli aholisi aborjinlar deymiz. Ulardan juda kam qolgan, ular shaharlarda yashamaydi. Bu yerda asosan Angliya koloniyasida bo'lganligi uchun angliyaliklar kelgan, angliyaliklar har davlatdan olib kelgan. Bu yerda Xitoy, Hind, Turk, har davlatdan aralash millatlar bor. Ya'ni yerli millat aholisini ko'rmaysiz. Ular tog'li joylarda hali yashashadi. Shopping mall. Chinatown shopping mall. Mana bu Chinatown'ni aylanib yurimiz shopping mallidan. Headings market. Sell the shipping. Hamma narsa arzon bu yerdagi. Haqiqatda ko'rgan joylarimizga ko'ra narxlar juda ham arzon. Bir joyda to'xtab qoldik, endi boshqa joyga yursak ham bo'ladi. Bu yerlarda nima bor? Sim kartalar. Bu yerda aksariyat arzon narxlari. Mana bu yerda street foodlar, ko'cha ovqatlari. Hali siz bu yerdan ovqatlanishingiz mumkin. Aslida kichkina joy emas, katta joy, katta marketi bor. Marketdan kirib, yana ko'rib chiqamiz narx-navolarni. Bu yeri alkogol magazini ekan, spirtnoy ichimliklari bor. Mana bu yerda Xitoy o'zi natsional yaqinda Xitoy bayramiga yaqinlashib kelyapti. Xitoy bayramini milliy narsalar, podarkalarni qo'yishgan. Tramvayga mindik, hozir tramvayda markazga ketyapmiz. Chinatowndan chiqdik. Tramvay ichi mana bunday juda chiroyli. Aylanib bizlar bilan kelyapti, aylantiryapti. Metro tramvay ichi mustaqil juda chiroyli. Dashi davom etamiz. Keyingi hozir Chinatownda turibmiz. Keyingisi Capital. Dashi boradigan joylar tashkilot boraversangiz bo'ladi. Ishoratlar. Five station. Endi Chinatowndan chiqib tramvaydan keldik. Hozir tramvaydan tushdik. Mana shu tramvaydan to'g'ridan o'zi bir ostanovka, ikkinchi ostanovkada tushdik. Shahar markazi downtown. Bu yerda mana gostinitsa, bu yerlari juda tarixiy bino, lekin eng qimmat markalari bir arada to'plagan eng qimmat targ'ov sentri ekan Avstraliyani. Hozir ichidan kirib ko'ramiz. Bu yerda mana yig'in kiyimlar turgan. Uysizlar eng qimmatbaho joyda joylashib olingan. Menimcha ular uysiz ham deyolmaymiz, shahar eng qimmat nuqtasida yashashadi. Endi ichiga kirdik. Qadimiy bino, juda ham qadimiy bino. Eski, ya'ni tarixiy, qadimiydan tarixiy binoning ichida mana markalar qilingan. Juda ham chiroyli. Bu xuddi Moskvadagi tsumga o'xshaydi. Moskvadagi tsumga o'xshaydi. Keyin bu Italiyadagi Milanoda brand here, Overton, Dimitri. Yeah. Xuddi Italiyadagi Milanoda joylashgan Milano katedrali yonidagi Duomo katedral yonidagi Duomo shopping mallga o'xshar ekan. O'tda ham mana shunaqangi markalar, brendlar. Mana bu tarixiy soat. Bu soatni tepadan borib ko'rsagan bo'ladi. Bu soat ustida tarixi ko'rsatadi. O'sha qizilterili bu yoqqa kelib, qizilterilarni qanaqa qilib olishgan. Shu informatsiyasini berib o'tadi. This o'clock, ya? Buni tepadan chiqib yonidan ko'rsak bo'ladi, soatni ichida, qal'ani ichida. O'sha kelib, bu yerni yerli aholisini qanaqa qilib modernizatsiya qilishgan, ya'ni inglizlar kelib bu yerda qanday ularga madaniyat olib kirgan haqida informatsiya bergan. Aslida madaniyat olib kirishdan oldin ularni to'proqlarni ishg'ol qilib olishgan, bosib olishgan. Qisqachasi shu bundan kelib chiqadi.
Ko'rkular, shirinliklar mana bu yerda to'la, hamma turist. Bu yerda aksariyat turistlar va marka, brend markalar. Bu mağazanın ismi, yerin ismi Queen Ha. Elizabeth Building. Aha. Ya'ni qirolichani Kraliçenin adına bu yerlari Viktoriyaga qarashli, Viktoriya Angliyani qirolichasi Elizabeth nomiga qo'yilgan Elizabeth Building, ya'ni Elizabeth binosi qisqachasi. Tepaga chiqib soatni ko'ramizmi? Soatni tepasini ham Deni. ko'rib bir tushamiz aylanib. Ha, Elizabeth qirolichani mana bu yerda hozir haykali bor. Haykalini ko'ramiz. Endi Italiyada minganmiz bu eski liftlarda ochiq, tevarakka ochiq. Hamma joyi temirdan qilingan. Mana Elizabeth qirolichani haykali. Viktoriyani qirolichasi. Oldidan olaylik hozir. Shahar bir qoq markazi. Birinchi marta homilador ko'rdim. Bu davlatlarda o'shim ko'rmasdik, umuman ko'rmasdik. Birinchi marta ko'rdik. Endi mana bu yerdan olaman. Uzoqdan quyosh bor hozir. Quyosh ko'zimizga tushadi. Shundagina yoni boshida katedral qilingan cherkovi. Va bu yerda informatsiyasi yozilgan. 4-may 1988-yilda o'rnatilgan ekan bu. Qirolicha Elizabeth II qiroliyat oilasi tarafdan o'rnatilgan. Binolari juda chiroyli, tarixiy binolar. Endi ichiga kiramiz, soatni yonidan ko'ramiz. Liftda chiqib oldik. Oson yo'li. Soatni yoniga yaqinlashib, soatni yonidan syomka qilaman hozir. Bu yerda hammasi tepa etaj restoranlar. Butikda kiyim-kechak magazini demasa, yo'q. Bor ekan, sumkalar. Juda ham chiroyli targ'ibot sentr, nima yolg'on aytaman, lekin juda ham chiroyli, bino juda ham chiroyli qilingan. Yo korolevskiy spa ekan, Queen Spa. Ichiga kirsangiz ishonchim komil, narxi ham korolevskiy bo'lib chiqadi. Bu yog'i diamond, kumush, bu yog'i qanaqasi brilliantlar bu yerda. Yoqutlar, brilliantlar. Mana Ugini ona vatani, Ugi sel. Ugini ona vatani. Mana bu yerdan olish kerak. Ugi haqiqiy ugilar bu yerda bo'ladi. Albatta ugi olib ketaman Avstraliyadan. Mana o'sha mashhur soat. O'sha soatda ko'rsatib turadi. Qiroliyat emblemasi qo'yilgan. Ya ichida mana aylanib turibdi, ko'rib turibsiz. O'sha qanaqa qilib kelishgan, vikinglar kelgan mana bu yerda. Qanaqa qilib topishgan, hozir bu aylanadi, yana boshqasi keladi. Qal'a qurishgan, qal'a qilib. Pastda qo'llar tutib turibdi soatni, soat vaqt alomiga keladi. O'sha qal'ani qo'llar ko'tarib turibdi. Bir ma'nosi bor buni ham, bekorga qilmagan, mana aylandi. Endi mana o'zgardi. Qanaqa janglar bo'lgan bu yerda, nimalar bo'lgan, qancha tarixini ko'rsatib beradi. Aylanishga davom o'rtoqlar. Aytib bu yoqda ko'rdi, tarixiy yerni rasmga olyapti. Mana bu yerda ham Fort Mallorsey Victoria Cross haqida bu ham informatsiya beryapti. Sidney, mana bu yerda mana qirolicha kelgan, o'sha kelgan yillari haqida ma'lumotlar berib o'tgan. 1900-yilda so'z Afrikadan kelgan, ya'ni Yujniy Afrikadan. Bu medali ekan. Kimga berilgan medal? Aha, replikasi bo'lsa, medal Medal of a Russian deyapti. Rossiya bilan mayli, hozir nimaga olaylik, rasmga olaylik, ko'zim chala ko'ryapti. Keyin tarjimasini qilib aytamiz. Va davom ettiramiz. Targ'ibot sentri bu tarafiga. Juda chiroyli targ'ibot sentr.
Binoni o'zi chiroyli, avvalambor juda ham chiroyli qilingan bino. Mana bu yerda ham ikkinchi soat turibdi. Ikkita soat, ikkalasida ham tarix tushuntirib berib o'tadi. O'sha mashhur Avstraliyaga kelganingizda, Sidneyga kelganingizda, Sidneyda kelishingiz kerak bo'lgan Victoria Targ'ib Centri, Qirolicha Victoria Targ'ib Centri, bu yerga kelib mana bularni ko'rish kerak. Mana birinchi kelganlarda bular yerli aholisi. Mana shunaqangi sharoitlarda ular yashashgan. Kelgandan keyin ularni bosib olgandan keyin ko'rib turibsiz, soldatlar mana qo'llariga narsalar bog'lab ularni o'rgatishyapti. So'zda madaniyatga. Bu tarafda kelishlari qanaqa qilib bu yerlar topganligi haqida informatsiya berish. Hozir yon tarafini ham o'tib, yondan ham ko'rsataman.